Asli puhralarni qo'dab, ittifoqdoshlarimga tayinish mening eng cho'ng orzuyim edi. Lekin o'qituvchilar haddidan bak eshib ketdi. Men ularni to'sanmadim. Yaponiya imperiyasi bir qism kishilarning gumoniy qarishi va so'z cho'chaq qilishiga qaramay, meni bu qiyin ahvoldan qutqizib, puhralarimni g'amdan xalos qilib, zo'r olqishga sazovor bo'ldi. Urush kayfiyatini tövallatdi. Mening hozirgi birdan-bir orzuyim adil hokimiyat yurgizish. Puhralarimmo mening o'zlarini og'ir azobdan qutqizish mas'uliyatini ustimga elishimni umid qilmoqda. Şunu men Tanrı'nın iradesinden hergiz baş tatmayman. Datunun 3. yılı 3. ayının 1. günü men padişah buluş süpütüm bilen yıl namını Kangdı dep ataşni karar kıldım. Salam! Solga burul! Dikkat! Kademlep marş! Orta burul! Dikkat! Kademlep marş! Arka burul! Orunda dur! Salam! Han halini yaşsın! Yaşsın!
Tümen 1000 yıl yaşasın! Sen, aldık çık. Hop. Leşün. Hı? Hay, hay, hay. Bo'lmabdi. Obdan mashq qilsanglar bo'g'idek. Musha alinglar bilan keyin qanday urush qilsizlar? Sizlarni bugun mashq qildirishdan maqsad buyuk Chin xonadonligini asliga keltirish. Sizlar hozir 30 necha odam. Keyin 3000 ga, 30 ga, hatta 300 ga yetisizlar. Men sizlarni o'zim boshlab ishkirga besib kirib, Beyjingni qaytirib olib, davlatni birlikka keltiraman. Şoňa sizlardan batur hem sadiq bo'lishni, ajdodlarimizning buyuk ishlari uchun armay talmay adoq tirishinglarni umid qilaman. Xalq oliylari yaşasın, yaşasın, Tümen 1000 yıl yaşasın. Chaqir. Xo'p. Jing Shaoxi va boshqa vazirlar kirgay. Bu loyiha faqat bo'lmabdi. Manjuriyada hamma millat barobar deymiz-yu, nima uchun yaponliklarga alohida e'tibor qilgudekmiz? Muavin boshliqlarning maoshi nima uchun biz vazirlarnikidan yuqori bo'ladi ekan? Men o pulni ko'zlayotganim yo'q. Demakchimanki, yaponliklar bizning xalqimizni tiklishimizga ko'p yordam berdi. Lekin biz manjurlar bo'lmasak, shunday qilish mumkinmi? To'g'ri, bu manjuriyani ko'zga ilmagan. Bundoq gap bor. Saati qamlashmabdi. Yaxshiroq o'ynashmoqchi bo'ldi. Hay, zo'rg'abdi bu ish. Ara tur ko'zga ilmaganlik emasmi? Qamlashmabdi. Bundoq gap bor. Nada undaq gap bor ekan. Chaqir. Chaqir deyman. Jing Shaoxi va boshqa vazirlar kirgay. Jing Shaoxi va boshqa vazirlar kirgay. Manjuriyaning tarixidan sizning xabaringiz bormi? Manjuriya davlati biz yaponliklarning qinimiz badliga kelgan.
Biz onu Rossi'nin kuludan tatip aldık. Bilemsiz. Yaponilik emeldarlar yurtunu taşlap, şuncha yiroqdan Manjuriyaga kelib, xalq zaminini gullandirib atıdı. Şuna her qaysilari minnatdor bo'lishlari kerak. Meningcha, endi biz talishib o'tmay, ma'qul etayli. Lidoşin! Lidoşin! Lebbey! Han hocam. Ha? Lidoşin, Ba. Han hocam. Jinshoshi mushaqisi yo'q-ku. Bu Qandaq gap bu? Davlat amdili qurilib, ishlar texi yurishmay turibsa, davlatning zo'nli vaziri turib mushaqis ish qilamiz bo'lamda? Mana. Hozir chaqirib kel. Xo'p. Janoblar. Pekir ber tompay odam. Qo'pol bo'lsa-mu ishga qiz gap qilay. Yaponiya bilan Manjuriya asli bir oila. Inchki chek ayirib nima qilamiz? Yaponiya bilan Manjuriya bir taljib chetilgan ikki chekatga. Endi o'lsimi, tirilsimi bilib bo'ladi. Ha? Gapim tugadi. Meningcha birli qo'l ko'tarib ma'qullab o'taylik. Ey, qo'l ko'tar. Salom. Aleylerga bir hoş xabar. Aleyleri. Büyük Yaponiyanın padişahlık armiyası Şərqi, Janubi, Liaonunla qoşulduğan üç burcak joyda banditlarga qarşı jaza yürüyüşü qilib zor g'alaba qozonди. Aleyleri, turslar. Aleyleri, o'rinlardan turslar. Ha?
Büyük Yaponiyanın padişahlık armiyasının kurban bolğanlarga matem bildirsizler. Matem tamam. Siz bay degan banditlar saqallıqlar şumu? Yo'q. Kommunistlar. Manjuriya devletidimi kommunistlar barmi? Ha? Bakkan. Az bakkan. Aileleri. Bu xushxatni sil yozdilmi? Ha. Bu mening mushu binoga qo'ygan ismim. Ha. Buni ajdodlarimizning pandi nasihatlaridan qisqartib oldim. Ha, yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti. Ha. Nayti chiroyli qiziblar. Ha, chiroyli qiziblar. Aileleri. İltifat qilib, ma'mo bir niz bermamlar. Bo'ladi. Ha. Aileleri. Qeniyasılar. Uzun ömür kögeyler. Samavi padişah ailelerimi xuşqatga bək xuştar. Ha? Ha. Samavi padişah aileleri silinin dadlarına oxşaş. Ha? Navada mən xuşqatni özlərə vakalətən Samavi padişah ailelerine təqdim qısam, o köptün köp xursan boladı. Ha? Bo'ladi. Bo'ladi. Xanğıcam, Jinshoshu ko'rissam deydi. Chaqir. Xo'p. Jinshoshu kirgay. Xan alileri. Xan alileri. Bunu hükümetinin təşkili kanunu yaqında taqıtılmaqçı. Nazarlardan ötküzüvetkeyla. Men ko'rib chiqmagan narsaga nimda qo'l qo'ysan? Men Ha? alileri. Alileri, Pekir'nin nima dedeyla? Bu Yaponilik muavin vezirlerinin belgilemesi. Kanton armiyasının bosu siz kol koyuveren han alileri bir qur körüp koysula buludu dedi. Yeniş desem mi kanton armiyasının bosu siz kol koyuveren dep çın turup aldı. Padişah menmi yoki senmi? Han alileri açıklarını
besi vasıla. Dövlətnin çoğ işleriga. Elbette, sili baş bulala. Pekir nahayetli beceriş kilemez ol. Ama Amma bu karar Kanton armiyası senin bosunun belgilengen fangcın iken. Yani şu belgilengen fangcını mı? Manjuri'de zade kimliği gibi gel. Aileleri. Bizden Yaponiyada şundak. Biz işki kabin mesele buluş tüzümünü yürgüzümüz. Siyasi işler Goviyen jığında karar kılındı. Andin Samavi padişah aileleri körüp çıkıdı. Han alileri. Han alileri. Beijing'deki Chunchung Wang Hazretleri'nin telegramı geldi. O taxtga oldurganlıklarını tebrikligili kagidek. Ferman. Levkerler bilen ordudaki barlık ameldarlar vokzalga çıkıp sep bulup kütüvasın. Hoş. Ha, hoş. Ay, ailesler. Astarak, astarak. Oy, ailesler. Ailesler. İşim yaktı kaldı. Astarak. İşim yaktı. Ailesler. Han hocam. Sen hazır padişah, padişah. Sen hazır padişah. Han hocam. Padişah. Miyad ottasla miyad. Miyad ottasla. Sen hazır padişah. Sen yaşsın digine. Makul. Yazsın. Senin ismin ne mi? Rita. Yani o şu av deve mecmu. Mençin halkının kalendarlarımı, alendarlarımı bana tazım kılganda sen sen beni yaşsın dep toğlacımı bana kenara kiyim keygizip koysanlar bulmamdı. Makul, makul. Mana. Mana hazır. Oralarda tursla. Bana kenara mana. kiyim. Mana. Meyak burulsla. Han hocam, qarsam sal kayıp bop qalganda qilla. Baldurak aram asla. Etgendirek hazırtımni kütüp ağıl çıqla. Kim keyip poptu? Özden keyip popqa qalqışaysan. Ben keyip ma? Toğra. Toğra. Silmez emas. Saq, asıl saqla. Ben sana dey. Azırtımdan aldığı çıqıman. Meni uygutup koycu mu? Meni uygutup koy. Han hocam. Men uygutup koymuşsan, o çağda ağzına birini koyma. Han hocam, xatirjam bosla. Uygutup koy. Xatirjam bosla. Ensirmisle. Unutqanma, Çadak yo'q, mecbur çadak yo'q. unutqanma. Unutup qanma. Xo'sh Uygutup emsa. koy.
Hazretim. Bu han aileleri sizli Hazırdım. Hazretim. Qani, marhamat. Dada, bugünkidek kutlu günde nimançı kursunla. sen degine han aileleri demiş undaq kimlik yebağandı. Meni körüp dıqı mundaq qılıp atıdı. Nime gözle? Meni jığı tutadı. Hay, Gülmanla. Dada, sili bunun xapomuzla. Han ailelerinin esiya değilim o, ecdatlarımızın işini esli keltirişte. Han aileleri tünügün bana, Puji, yana 2 günden keyin Yaponiyaga qayt, harbiy maktabni tugitib kelsan, muhofizat qo'shiniga o'zing boshchilik qilsan dedi. Qarasla, han ailelerinin qo'shin boshlab berib, Chin xondanligini esli keltirish irodasi nima degan zo'r. Ana avla Mang'ojamlarning o'g'illari. Han aileleri ularni chaqirtib kelib, muhofizat qo'shini uchun sarkardalarni yetishtirmoqchi. Hazretim. Han aliler geldi. Han alileri mübarek olsun. Durunglar. Han aileleri. Bular sizlar bilan xonish oyimni qutluqlamoqchi. Han aileleri, Xanish ayınlar mübarek olsun. Han aileleri. Han aileleri. Bu Qulun begimning ikkinchi o'g'li. Han alileri. Yaraydı. Bu Hazrati Zeylan begimning 6-chi o'g'li. Han aileleri. Bu ikkisi Gungwang Hazratning 3-chi, 4-chi o'g'illari. Dadanlarga o'xshaytgansizlar. Bundan keyin obdan o'qinglar. Harbiy mashqnimi ching tutinglar. Ota bobonglarning izini besib, ajdodlarning iltifotini yad qo'ymanglar. Qulluq. men han aileleri bilan ko'rishmoqchi. Cegan efendi, aileleri aile ziyafetide. Mekme kabul kılmaydı. Bu ablah. Men mehmonman. Nerede? Hazretim. Uzun yıllardan bu yan, menden qayg'urib, çaşlarımı aqırıp ketibdikan. Mana hamda obdan bo'ldi, oxirgi umrlarini o'rdida rohat o'tkazilar. Shunga bu qadahni sizlarga tutdim. 20 necha yil vaqt herhalde bekor o'tmabdi. Bugun buyuk Chin xondanligini asli keltirishsin umid tug'ildi. Qani kelinglar. Bu qadahni hammalar tan ko'taraylik. Hazretim. To'xtasizlar.
Hoca. Manjuriyani qurishda biz Yaponiyaning harbiy kuchiga tayandik. Biz Çin xandonligini asli keltirimiz deydiganmiz, o'z qo'shinimiz bo'lishi kerak. Şoňa sening yuking yenik emas. Bu qadakni ham Pujeni uzitish uchun ko'tarayli. Qani. Han alileri yaşsın. Tömen müngil yaşsın. Han alileri yaşsın! Tümen mürşil yaşsın! Aileleri. Jegan efendi. Sizmi hazratimni qarshi qilib keldingizmi? Qani o'tiring, bu mening oila ziyofatim. Yo'q, aileleri. Hazrat bilan jam bo'lganlarda sizini avar qilmasam bo'ladi. Ammo men harbiy shtabning buyrug'ini ijro qilmasam bo'lmaydi. Shtabning buyrug'ini Harbiy shtab meni Yaponiyaning Manjuriya turishliq bosh elchisi sifatida aliylarga e'tiroz bildirilgan. siz nima demoqchi? Hazratning yangi poytaxtga kelishi tamamen alilerning xususiy ishi. Ammo alileri qurolliq muhofazachi qo'shinning vokzalga bo'sib kirishi bu Yaponiya Manjuriya hamkorlik shartnomasining ro'yiga xilop. Shartnomada Yaponiya qo'shinidan sirt har qanday qurolli qo'shinning vokzalga kirishiga ruxsat qilmaydi deyilgan. Shuning uchun Kanton armiyasi Islam bo'lsa bilan bosh elchi xonimiz alilerning darhol odam evatib Seling bo'din apo so'rashini talab qiladi. Bu nima degan beshamlik? Alileri ortiqcha hayajonlanmaslar. Men sizlarga cheksiz sodiqligimdan sizlarga ozroq nasihat qilib qo'yay. Bunchalik kichik ishlarni deb Yaponiya Manjuriya do'stligiga ziyon yetkazib qo'ymasizlar. O'ylanib ko'raylar. Aliler yazsın. Hazratim. Xayr xo'sh. Odamni shundoqmi bo'zaq qilgan bormi? Xon alileri. Xon alileri. Kemmisem bo'pti-kan. Men kemmisem bo'pti-kan. Hozirla Beijingga qaytib ketay. Manjuriyaga endi ikkinchi kelmayman. Men yanılı padişahı. Men yanılı padişahı. Men yanılı padişahı. Men yanılı padişahı.
休是要罢休，抛却了家。